jarayoniga yetganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Biz akalar so'rashibdi. Qanday qatirasizlar deyishdi buni. Ko'rishingiz mumkin. Bu patizimiz bo'ladi mana. Choklarga e'tibor berasizlar, akkuratni yopishadi mana. Ko'rishingiz mumkin. Motorni ishlatamiz. Akalar, birinchi navbatda palasasini qatirib olamiz. Palasasini qatirgandan keyin orasini 5 sm qilib ochib olinadi mana. Ekotonda chiziq bor, e'tibor berishingiz mumkin. Hozir buni bitta qatirib ko'rsatib beramiz. Akalar, buni qatirib olish ozgina FX ishlatamiz, ishlatmaymiz emas. FX ishlatiladi mana, ko'rishingiz mumkin. Bu FX ishlatishimizda sabab yipga akkuratni qatirib olish uchun. Bu hali bunda qoladi degani emas buni. E'tibor berib kuzatib turasizlar. Chiziqlarga qo'yiladi. Ipga qo'yiladi. To'rafga ipga qo'yiladi mana. Bu narsa FX ishlatyapti, bu sarg'ayib ketadi degani emas. U ichkarida qolib ketadi bu narsalar. Mana, ko'rishingiz mumkin. Bu FX просто mana ishlatib olgani ishlatamiz xolos. Обязательно ichkaridan qatiriladi mana, ko'rishingiz mumkin. E'tibor berib turinglar. Yo'qsa bitta like-ni ayamanglar. Qatirish jarayoni mana ichkaridan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Shu holatda qatiriladi. Oldinlari mana ko'rishingiz mumkin. Ipga akkurat nima bo'ladi mana. Qolgan joylari ozgincha kosmetik ishlar bo'ladi. Yo'qsa bitta like ayamanglar. Shu fasonni tushunaman, mana shu fasonda ishlayman degan ustakalarimiz bo'lsa, opsiyaniyada nomerimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu ish joyimizda amaliy o'rgatamiz kechalaring.